Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, xormanglar. Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barakotli bo'lsin. Men Farruh akani Arashan qo'ralariga keldim. Mana bu qo'ylarimiz qo'zilabdi. Qo'zichoqlarni qaranglar, yugurib yurishibdi. Ko'rinyaptimi sizlarga? Mashaalloh. Eng yoqqan qo'zilaridan biri menga shu bo'ldi. Rangi juda bir boshqacha ekan. O'zi ham shu stri ekan. Qarang. Bu yerda Balshoy laqabli qo'chqor buni adashmasam. Qaranglar, mashalloh. Buni razmeriga e'tibor beringlar. Bunga pasportda ham kerak yo'q, o'zinglar aytib turibdi bu. Qanaqaligini. Mashalloh. Endi qadrli obunachilar, men sizlarga ko'rsatib boraman Arashan qo'ylarini. Bularni oldi sottisini, nech pulga olinyapti, sotilyapti, qanaqa boqilyapti, qanaqa sharoitda. O'zinglar xulosa chiqarib, boqish yoki boqmaslikni xulosa qilasizlar. Lekin foydasi juda yaxshi ekan. Qadrli obunachilar, Farruh aka keldi. Hozir men mikrofonlarni olamiz. Men Farruh akaga aytdim, aka dedim, pasvoyskiy bitta qo'chqar bering menga dedim. Qani hozir nech pul deyar ekan? Sizlar bilan hech qanaqa podgotovkalarsiz menga mashincha deysiz, ashincha deysiz emas. Ko'raylikchi nech pul deyar ekan. Ketdi, yuringlar. Men ham qiziqib qolyapman-da. Bekarga arashanlarni chiqaryapmanmi? Misol uchun haqiqatda foydali ekanda. Bunga sarmoya kirgizsangiz ham o'zingiz rohatlanasiz. Qo'yni o'zgarayotganini ko'rib, rivojlanayotganini ko'rib, pulingiz ko'payayotganini ko'rib, ham daromad. Bu zo'r biznes ekanda. Ham biznes bu. Pul tikib turib, ish qilsa bo'ladigan ish bo'lyapti-da. Shuning uchun meni kanalimdan uzoqlashmanglar. Nasamim deyli, hamma yo'q ro'y rost qilib, pluslarini, minuslarini hamma yo'qni yoritib boraman. Xudo xolasa, o'zingizlar xulosa qilasizlar. Ha, biz boqamiz yoki boqmayman deb turib, o'zingizlar xulosa qilasizlar. Farruh aka, keling hozirgi jarayonlardagi tasvirga ham tushiraylik. Pasvoyskiy qo'chqaringiz. Menga aka, men mikrofonni ham taqib qo'yaylik. Eng katta qo'chqar kerak. Har bir obuna va layk menga yangi video qilish uchun turtki. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Izoh qoldiring, sizning fikringiz juda muhim. Qo'chqarlaringizni mana ko'rdim, hammasi zo'r. Lekin siz yaxshiroq bilasiz yana. Aka, endi berib turing, kameraga o'zim olaman. Rahmat. Ha, misol uchun bir yil o'sha qo'ylarga qo'shsa bo'ladigan qo'chqar. O'zi qo'zlarda, misol uchun qo'chqarlarda 6 oydan keyin o'zi urug' yaraveradi-da, bemalol sakraganini qochaveradi. Ushaveradi demoqchiman. Endi kattasi degan zo'r demoqchi bo'lsangiz, eng zo'ri. Mana uni ko'ryapsan, mana bizga o'zini ko'rsatib turgan mana. Birinchisimi mana? Misol bunda hamma yo'li ideal. Buni va men kamerani to'g'ri ko'rsatyapman. Mana to'g'ri. Shu. Mana hozir bu garbanos eng baholangan narsa shu garbanos. Endi u qayerlik qo'chqarlar? Nech pullik qo'chqarlar? Aslini ham aytib o'ting. Bu sheyx 2,5 million so'mga sotilgan. 2,5 million so'm. Dollarga nech pul bo'lyapti? 2,5 $28,500 bitta o'zi, ha? Maqsad degan kishi sotgan. Realni savdolar. Uni misol uchun u sizga yoqmayapti desangiz, xuddi ashxonda narigi daraxtdan bor. Bu ham xuddi ashi Qarzaki nevarasi, Sheyxning o'g'li. Bu ham. Liniyasi bor, aniq liniya. Aniq, 100% aniq. Hozir mana buni misol uchun quloq raspoложенияsi unikidan ko'ra 2 ballga yaxshiroq. Buni. Buni quloq raspoложенияsi inshaalloh. Bitta narxini aytingchi aka. Pasvoyskiy dedingiz, o'zi hozir sizga bitta kontent qilamiz dedik-ku. Shu kontentda adushi bitta yordamchi soliq qo'zi olib, sizga shu kontentingizda videoda podarka qilmoqchi edim. Shuni endi bunday qildik, siz bu yerdan boshqa narsa talab qilib qoldingiz-ku. Shuni endi misol xalqqa aytgan narx qilib, narigini shundaylar sizga xudo xolasa niyat bilan birga beriladi agar xohlasangiz. Mana xalqqa aytgan niyat, misol narxlarimiz mana yozilgan. Ko'ryapsiz? Qarang bo'lmayaptimi? Mana. Qarza 2, Sheyx 2, Bullet. Ha, narxlar o'zi chiqqanmi bular? Bu bizni haliga price list deb qo'yadi-ku. Shunaqa narsada liniyasi, oyi, keyin klishkasi. Liniya yosh, klishka. Shunday qilib ketgan. Shu yerda misol men bor yo'q, bemalol ish ketaveradi. Shu mana bunga. Ber turingda aka. Tayyorlanmadigan, no. To'y to'polonchilar urushmaydi. Mana qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Bu Arashan prosta hali boqilayotgan qo'ylar emasda, price listlarigacha chiqarib qo'ydi mana. Qanday ko'rsatsam ekan, sizlar ko'rinyaptimi? Mana qaranglar. Narx-navolari bilan. Mana qaranglar. Price listlarigacha, mashalloh. Ha degan endi 1000 degan-ku. Ha. Mana balantirovchik akalarimiz keldi. Bu aslida nech pul bo'lyapti aka? 250 ming. 250 ming so'm bo'lyaptimi? To'g'ri. Svoyskiyga bitta xudo xolasa
urg'ochi qo'zi. Mashalloh. Eng kam $400. $400. Eshityapsizlarmi? Menga bitta sovg'a ham qilaman deyapti ekan o'zi. Mana bizda boshlandi. Arashan qo'ylarini tekshirib, parametrlariga qarab pasport beramiz, ya'ni chip taqiladi. Tarozini ustida tekis joy. Mana chiroyli bannerlari bilan. Bu kishim 2 yil bo'libdi o'zi bu Arashan zotiga qiziqib, sarmoya kirgizganiga. Bugungi kunda juda ham bir chiroyli rezultatlarda mana ishlamoqda. Mana boshlandi. Vosata holka 85. 85 orqasi. Tirik vazni 96.5. Qirq ekan ko'rgansiz. Bu yerda mana o'zlari yozyapti. Mana. Mana men qulog'ini o'lchashdi. Ko'ringlar mana. Qulog'imdan tarsam kalsiy chiqadi. Kalsiy. Mana mineral bo'shliqda mana. Hozir mana qilib turib, mana qo'yib turib. Buni yoqqa bossang 2 santimetr ichga yurib ketadi. Quloq 21 chiqadi. Biz anda qilmay, quloqda tarsa kalsiy berib qo'yadi. Kalsiydan o'zini qo'ysak, quloqning qancha ekanligi aniq bilinadi. Mana quloq 19. Nimasi? Ya'ni 9. 9 sherinasi. Sizda o'ng yoqdan. O'ng tarafini o'lchash kerak ekan. Bo'si 29, bu yog'i 9. 29 ga 9 ekan mana. Shuna qilib mana chip qadaladi. Mana chip boslab degan shu, mana quloqqa. Обязательно o'ng quloqqa bosiladi. Podkojа, ha? Mana qilib tekshirib qo'yasiz. Mana. Mana. Bunu qaranglar. Mana. Qadrli obunachilar, Avalonga almashilingan 9 oylik 10 oylik. 10 oymi? Ha, 10 oy bo'ldi. Farruh aka, o'zingiz bir ta'rifini bering bu qo'ydi. Bu qo'yimiz Red Bull degan qo'chqarni o'g'li, bo'ynida deb ushlab ekan. Ha. O'zgen jamoatidagi Talant degan bola bilan Ulan degan akadan birlashib olingan qo'chqar bor, Red Bull. Shuni o'g'li. Red Bullni dadasi Iceberg 2 da. Iceberg 2 hozirgi juda ham moda bo'layotgan qo'chqar. Uni bolalari $130,000 ga, $120,000 ga, $60,000 sotilgan bolalar bor, Iceberg 2 ni. Endi u ham shuni qonidan, xudo xolasa. Red Bull degan bolalar endi nimaga biz mana yerdan oldik? Hamma Bishkekka borib olyapti. Endi biz o'zimizni ichimizda ham yaxshi narsa chiqsa, yaxshi narsa pulga olish kerak-da. Bu ham xudo xolasa eng oldingi bolalardan bittasi. Bu 20 kunlik mahallada $7,000 ga sotilgan qo'zi bu. YouTube'da videolari bor buni. 20 kunlikda 20 kunlik mahalda $7,000 ga sotgan, o'zini tog'asiga sotgan. Maşallah. Bu hozir endi 10 oylikda. 10 oylik. 1,5 oyligida menga sotgan kishi, mashinaga almashtirgan kishi $12,000 ga olgan. 1,5 oyda daromad qanaqa deb so'raysiz-ku? Shu Mirlan degan kishi, u ham o'zganlik. Короче, 1 oyda endi plus minus 1 oyda $5,000 foyda berib qo'ydi. Nimaga shunchalik narx ko'tarilib ketdi? Bu ashi mahalda bir 30 ta 40 ta qo'zining ichida bitta bo'lgan. Otasiga kopiya bo'lgan. Kerak bo'lsa opa dadasini kallasi, formasi bor-da. Bu misol bunday hozir kaltaroqqa o'xshab turibdi, no bu bunaqa bir shirina ancha-muncha qo'chqarda yo'q-da. Sizga necha pulga o'tdi? Menga bu biz mashinani 24,000 ga qo'ygan edik sodaga. Ustiga $500 pul qo'shdik, ustiga. $500 pul qo'shib, Mirlan akamiz bo'lsa, buni yonida bitta soliq, 2 tish to'qliq xuddi shundan qochgan qo'y berdi. Ikkalasi 24,500 ga o'tdi shunda. Maşallah. Anan bu endesi bilan qimmat bo'ldi. Mana. Birinchidan seleksiyada bularning ota tegi bo'lish kerak. Ota tegi. Qonunda bo'lsa, undan keyin balasına o'tadi-da. Undan keyin bulardagi o'shal mana Farruh inimiz o'zining qorosini o'ngdoo maqsadida o'shonday basına qarabay,
$24,000 ушул козуну алган. Мынанда карасаңыздар, мынеке. Мынабы башындагы немеси турат го. Мына коңкосу деп коет, горбоноз. Ушул канчалык жоон калың болгон болсо, ошончолук баягындай салмактуу, анан кийин эттүү, ушундай крупный, мындай ширинасы кеңири күчтүү болот. Мына кулактардын жайгашышы карагыла, мынеке. Кулагы калың, назик эмес, мынеке. Анан мындай башка сулуу отурат. Андан кийин мынабы буттарды карагыла. Буттардын түздүгү, буттардын жоондугу, мынеке калыңдыгы, анан дөштүн чыгып тургандыгы, мынеке. Анан мындай салып караганда, бул дөш канчалык кеңири болгон болсо, ошончолук баягындай эттүүлүктүн белгиси. Анан дагы бир белгиси, бул көкүрөк жагы менен, дал жак менен мына маклак жамбаш жактын экөөнүн мындай бирдейлиги. Себеби жакшы форманы берет, анан кийин эт бактына болгон дагы белгиси. Анан буттардын жайгашышы калың да, мынеке. Анан куйруктары, мынеке. Анан түсү дагы азыр бренд цвет деп коебуз, мындай кызыл цвет, ачык кызыл цвет. Ошондой, анан кийин мына куйруктар дагы. Анан разрез деп коебуз, мына разрез мына куйругун бөлүнүп турушу. Бул разрез эмне кылып берет? Бул разрези просто красотаны берет. Мынеке. Анан түшүп дагы коюлуп дагы калган эмес. Өзүнө жарашыктуу, баягындай немеде жамбашта асылып турат. Формасы дагы өтө сонун. Тегерек, баягындай мына жабышкан эмес, ылдый калган эмес. Анан кочкордун дагы бир немеси, башым көтөргөн. Анан стойкасы. Стойкасы да турушу дагы өтө жакшы, мынеке. Башы көтөрүлүп турат. Мынеке мойундары узун, жамбаштары кеңири. Анан мына жоондуктары дагы жакшы, карчыгалары. Мына келечекте бул жакшы баягындай короону оңдоп, мыкты козуларды берет деген ойдо. Фархиним алды, ошол корооңа береке. Мыкты козуларды берген болсун. Иншалла. Бул ургачы берсе дагы, эркек козу берсе дагы аябай сонун буйрса оңолот да. Бизде ушу широкий линия деген широкий линиядан Айкөл деген Жакырыраак. кой менен келди. Айкөлдү дагы бир көрсөтүп коебуз. Ошол буйрса ушудан төл берет. Жүрүнчү көрсөтөлүшү. Шундан төл берadi. Бу жерде. Маерде көрсөтөбүз. Маерде көрсөтөбүз. Маердами? Азыр айтып берем ака. 10 айлык. Video yoq ekan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib, o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Ichkari tomonga o'ting-da. Ayköl degan qo'yimiz shu. Yaqinroq qo'yingki, va shu uzoq ketibdi mikrofon. Ha. Ayköl degan qo'yimiz asha. Sizni yoningizga bordi. Hozir mana ajralyapti. Bu 10 oylik qo'ziligida $3,5 ga olingan. Ha. $3,5 ga. Mana bu. Ha, shu. Hali qo'rasiga kelmay turib $5,000 berishgan bunga. Mana qaranglar, mana foydani sizlar so'raysizlar. 3,5 ga olingan qo'zi 10 oylik. Qo'raga olib kelguncha 5,000 ga chiqyapti. Menga ham hozir mana 5,500 ga o'tgan bo'ldi-da. 5,500 ga o'tibdi mana. Mashalloh. Men buni majburlab yurib qo'shtirib oldim. Bo'lmasam avalonga narigini boshma-boshga ham urilmayatdi. Keyin buni olayotganda birga turdim-da buni. Birga turganligim uchun keyin bo'pti mayli. Senga buyursin deb berdi. Aka, mashalloh, baraka toping ilohim. Zo'r aka. Katta rahmat, xudo xolasa. Bu yerda hammasi ikki tishlar. Yangi kelinlarda endi. Xudo xolasa shu Balshoydan bo'g'ozlari bor, Foxdan bo'g'ozlari bor. Fox deganimiz bu talismanning o'g'li. Timur Turunbekovning qo'rasidan olib kelganmiz. Juda ham Arashanni основательlarida, quruvchilari Arashan degan parodani olib chiqqan kishilar. Shuni qo'rasidan olib kelgan qo'chqardan qochgani bor, Balshoyimizdan qochgan bor. Keyin Farruh aka, biz obunachilarimiz ko'pchilik so'rashyapti, yana qayerdan toza arashanlar topsak bo'ladi deb. Sizda bormi sotiladigan arashanlar? Sotiladigani bor. Bemalol kelib, ko'rib, yoqtirganini aytsa, shunga qarab turib gaplashilaveradi. Sizda hamisha liniyali toza arashanlar bo'ladi ekan-da sotuvda. Unda aka, keyingi videolarda chiroyli sotiladiganlarni ham bir video qilib chiqaylik. Hozir vaqt o'tyapti, kun qisqa, nariyerda banitroska qilish kerak. Keyin yana bir kelaman unda. Bemalol. Obunachilar ham kelsa bo'laveradi. Xo'p. Bismillah.
Chip taqaldi. Yo'q.